Bugun kim bilan suhbatlashar ekanmiz? Bu sizga qiziqmi? Unday bo'lsa, ko'zlaringizni yuming. Ular studiyadalar. Husning guli tog' bo'ldi jahon mulkida paydo shuh parizod. Soldi ona ishqing boshima kulfat savdo qilg'il anga faryod. Bo'ldi, men o'tirdim, ko'zingni ochinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshimisizlar? Qizimmisizlar? Kush opa. Men sizni taniyman-da, men sizni ko'p ko'rganman. Kinolarda ko'rganman, uyg'on bolajonda ko'rganman. Shunda ko'rganman nima deysiz-da? Instagramda ko'rganman. Instagramda. Yanachi yana kim qayerda ko'rgan? Men sizni uyg'on bolajonga mehmon borganman. Albatta, men sizni eslayman. Siz ham karate, ham raqs bo'yicha birinchi o'rinni olgansiz, esimda qolgansiz. Bolalar, ba'zi biringlarni taniyman, ba'zi biringlarni tanimayman. Kelinglar tanishamiz. Isminglarni boshdan, birinchi qizlardan, bolalardan kimdan boshlaymiz? Qizlardan boshlaymiz. Qizlardan boshlaymiz, a? Xo'sh, sizning ismingiz nima? Safina, men 8 yoshman. Safina 8 yoshsiz. Demak, nechinchi sinfsiz? 2. Ha, yaxshi, yaxshi. Sizchi? 6, Fatima, 6 yosh. Voy, assalom. Bog'chaga borasizmi? Ha, endi maktabga? Tayyorlanasizmi maktabga? Ha, yaxshi. Sizchi? Mening ismim Sevinch, yoshim esa 11 yoshda. Aha, yaxshimisiz, Sevinch? Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Xo'p, sizda? Meni ismim Shohruz, men 11 yosh. Albatta, uyg'on bolajonda meni sherigimsiz. Taniyman. Sizchi? Men tanimas ekanman. 9 yoshdamisiz? Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi? Nima unaqa uyqusirab o'tiribsiz? Sizdachi? Men esa Vorisxon 11 yoshdaman. 11 yoshda. Yaxshi. Tanishganimizdan xursandmiz. Sizga bolaligingiz haqida gapirib bering. Siz uchun juda ham qiziq-da. Bolaligim juda ham yaxshi o'tgan, chiroyli o'tgan. Hozir sizlarni ko'rib havas qilyapman, ochig'i, chunki men 3 yoshdan beri san'atga qiziqqan bo'lsam, uydagilar qarshi bo'lishgan. 3 yoshimdan boshlab kelib artist bo'ladimi? Yo'q, bizning qizimiz artist bo'lmaydi deb. Nima demoqchiman? Hozir sizlarda imkoniyat juda ham katta-da. Xohlasanglar boshlovchilik qilasizlar, xohlasanglar san'atni hamma turiga borishinglar mumkin-da. Menda mana shu armon bo'lgan. Lekin baribir nima deydi, maqsadlardan, orzulardan qaytmagan holatda shu sohada ketyapman. Ismingizni kim qo'ygan? Dadam. Endi adam desam bo'lmaydi, dadam qo'yganlar. O'tgan kunlar asarini o'qiganlarda juda ham kumush obrazini yaxshi ko'rgan ekanlar va shunaqa kumushdek chiroyli bo'lsin, lekin taqdiri o'xshamasin deb havas qilib kumush qo'ygan ekanlar. Yoshligingizda qanaqa o'yinlar o'ynagansiz? Hamma o'yinlar o'ynab chiqqanmiz, o'zi ham o'rtaga tushar bormi, rezinkalar bormi, bizning paytimizda bolalar maza qilib o'ynashardi. Qishin yozini ko'chadan kelmasdik. Kumush deb oyim qidirib yurardilar ko'chalarni, chunki bolalar bilan xolakasim o'ynardik, o'rtoqlarim bilan. 3-4-qavatlarda endi biz anaqa yashaganmizda, ko'p qavatli uylarda xolakasimlar qilib bir-birimizning uyimizga chiqib, podyezdlarda, yo'laklarda uylar yasab, bolalikni maza qilib o'tkazganman va qishloqda ham har ta'tilda qishloqqa borardim va albatta u yerda yorqin xotiralar qolgan. Bolalikni men sog'inib eslayman. Hozir sizlarning zo'r davringlar, qadriga yetib olinglar. Bekorga o'yinlar haqida mavzu ketmadi. Aha. Hozir bitta o'yin o'ynaymiz. Bu o'yin mana qilib o'ynanadi. Sizga nimadir beraman, siz uni o'sha nimaligini topishingiz kerak. Demak bu diqqat mashqi, to'g'rimi? Qo'limizdan motorikalar orqali hozir his qilib, xo'sh. Tadboli. Bu Qimli. olma, Yo'q. Yaqinlashdingiz. nok. Ha. Lekin nok bunaqa shaklda bo'lmasdi, olmaga o'xshagan. Keyingisi. bildim. Bu osonroq. Tez topish mumkin. Tez topish mumkin? Hozir qimlikni Qatta qimlaydi, kartoshka. Yo'q. Kartoshka emasmi? Nima ekan bu? Bunaqa ataylar, bunaqa narsa qo'yib qo'yishdi. Meva. Yordam berish. Mevami bu? Kivimi? Yo'q, kiving tuklari bor. Kivimi? Nima bu tukuyi? Endi hozir kivilar ham tukuyi bo'lib ketadi. Xo'sh? mana. Bu Hozir ochib ko'ring, ochishim mumkin. Mana shunday. oyna. Ha? Ha. Tez qaraymiz deb bilamiz. Xo'sh. Endi mana. Sizlar anaqa podeshka qilib turinglar-da, qarshi chalib ovozlar. Qimlaydi. Chaqolmaydi biz qilib?
Qimirlaydi to'xtay. Anaqami? Nima edi? Toshbaqami? Kallasidan qilyapti-da. Keyingisi oxirgisi. Xo'p. O, mana. Voy. Voy. Ilo. Qo'rqiya, hozir qo'rqib berayapsiz. Boshida buni ishlab ko'ring. Bu oyoqlari. Voy, o'li nima balo bu? Rostdan ilonmi? Chaqoladi hozir. Yo'q, bu ilon emas. Alakona. Lekin ajoyib uzun narsa ekan. Nima edi? Chota. Dumlari uzun. Anaqami? Nima edi? Echki emarmi? Yo'q. Yo'q, nima deyapman? Echki emarga o'xshamadi. Ozgina qiladi. Echki emarga ozgina qoldi. Duralib yuradi bu ham. Yo'q. Yuradi. Oyoqlari bilan. Oyoqlari bilan mana qanaqa yurar ekan? Ilonga o'xshab ketadi. Ah, Ilonga o'xshab ketadi. Ilonga o'xshaydi. hozir biz o'qimanman uzra. Hozir. Nima bo'ldi shunqa? Echki emar emasmi? Yo'q. Yo'q. Ilonga o'xshab ketadi, lekin ilon emas. Ilon, echki var shu ikkalasi qo'shilishgan hayvon chiqadi. Ilon, echki emar ikkalasi qo'shilgan hayvon chiqadi. Bu hayvon hayotda yo'q. Dinozavr. Bo'lardi. Ah. Avvallar bo'lardi, hozir yo'q. Oldin bo'lgan-a? Dinozavr bo'lganda hozir yo'q-ku. Dinozavr. Yo'q, ozgina qolyapti-da. Voy, nima ekan? Qiziqdi. Nahotki Yordam bilmasam. beraylikmi? Ha, bering. Birinchi harfi A. A? Ha? Voy. Ertaklarda uchadi? Ertaklarda ko'p bo'ladi. Hamma qo'rqadi-ku, odamlar qo'rqib ketadi. Voy, rostdan. Yaxshilari bo'ladi, yomonlari bo'ladi. Bu nima? Adam, hayvon, sudralib yuruvchi nima bor ekan? Sudraymiz. Ertaklarda uchadi. Uchadi, yuradi. Men topolmadim. Topamaysiz? Ko'ring endi. Endi Ajdarxon. Olovdan keyin topoldim. Ajdarxonmidi? Ha. U hayotda ham ko'rmagan. Endi ko'ring. Mana. Endi ko'zingizni oching. Mana. Voy. Buncha qo'rqinchli bu. Mana toshbaqa. Rostdan hayotda ham qo'rqamiz, multfilmlarda ham qo'rqamiz. Voy, toshbaqani shirinligini. Zo'r. Mana. Aha, bo'ldi, rahmat. Zo'r o'ynadik-a? Yaxshi. Bolalar, diqqatimizni monitorga qaratamiz. Keyin esa savol-javoblarda davom etamiz. Xo'sh. Siz Dilbar Ikromovani taniysizmi? Albatta, rahmatli ustozimiz Dilbar Ikromova bilan biz oldin birgalikda ishlaganmiz. Bilmasanglar, teatrda ishlayman. O'zbek Milliy akademik drama teatrida birga faoliyat yuritganmiz, spektakllarda o'ynaganmiz, kinolarda. Juda ham yaxshi ustoz edilar, yaxshi aktrisa edilar. Men bu aktrisani Kelinlar qo'zg'aloni orqali ko'rganman. Albatta, Dilbar opam ayniqsa sottini zo'r o'ynaganlar. Vochir deganlar. Hali ham nima deydi, o'slar urishib qolsa yoki shunaqaga yaqinroq bayonlay olsak, Dilbar opamni eslaymiz. Nafaqat kinolarda, spektakllarda ham o'zlarini rollarini tashlab ketdilar. Takrorlanmas rollarini. Dilbar opam bitta zo'r tomonlari bor edi. Haroratlari 40 darajada bo'lsa ham sahnada bildirmasdilar. Shunaqangi o'ynardilarki, tomoshabinni o'ziga olib kirib ketardi. Jalb qilardilar albatta shunaqa. Adashmasam bu filmga 40 yil bo'ldi-ya. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak, bilmayman ochig'i. Biz bolaligimda ko'rganmiz bu filmni. Dilbar opam teatrga kelguncha menimcha faqat meni xalq hammasi, xalqimiz ham, muxlislar ham sotdi deb tanishgan. Ana sotdi Dilbar opam oldiga ketsak ham sotdi. Ha, sotdiman derdilar-da. Bu aktrisaning yutug'i. Bitta roli bo'lishi kerak-da. Har bitta aktrisada bitta rol bo'lsagina u aktrisa hisoblanadi yoki aktyor hisoblanadi. Agar hech qanaqa rol qilmasangiz, demak ijodingiz davomida hech nima qilmagan bo'lasiz. Boshqa aktrisalar bilan ko'rishganmisiz? Yo, albatta, har kuni ko'rishaman, ishlayman. Kim kerak sizga aytib beraman desam. Eng ko'p ko'rishganingiz, eng ko'p ko'rishasiz. Har kuni ko'rishaman. Kinolarda ham, syomkalarda, teatrda. Endi kasbimiz shu-ku aktrisalar bilan ishlash. Siz uchun eng mashhuri kim? Men uchunmi? Bilmasam, hozirgi kunda yoshlarning orasida Dilnoza Kubayeva. Yoshlarning orasida hamma taniydi-ku. To'g'rimi? Kattalarning orasida xalq artistlarimiz, albatta hammasini aytib o'tsak,
Judayam ko'p ular hozir. Ko'rsatuvimiz o'tib ketadi. Siz muxlis bo'lgan aktyor yoki aktrisa bilan rol o'ynaganmisiz? Yo'q. Chunki u Bollivudda. Shohruxxon. Qanaqa qilib Shohruxxon bilan endi bilmadim. Niyat, orzular bor, bo'lib qolsa bo'ladi. Yoshligingizdagi orzularingiz amalga oshganmi? Ha, albatta. Hamma nima orzu qilgan bo'lsam, hammasi oshib kelmoqda. Siz maktabda necha bahonaga o'qigansiz? Faqat to'g'risini ayting. 4, 5. Agar maktab 2 ham olganman. Agar maktabda 2 olib qo'yganingizda, oyingizdan yashirib, mana masalan, kundalikdan varoqlarga 2 olganingizda yirtib tashlaganmisiz yoki bo'yab qo'yganmisiz? Hech qanaqa unaqa vaziyatlar bo'lmagan-ku, lekin bitta vaziyat bo'lgan, aytib beraman sizlarga. Oyimdan bekitmaganman. Shahnoza degan opam bo'lardilar. Ular maktabda qo'shimcha dars berardilar-da, biznikida turardilar. Talaba edilar u paytda, hech esimdan chiqmaydi. Ular bir kuni 3-sinfmi, 2-sinfmi bolalarga shu darsdan tashqari dars o'tayotganlarida oldilariga kelganman-da endi. Men ham qolganman, chunki nechinchi sinf edim hozir aytaman. 2midim? Yo, 3midim eslolmayman. Xo'sh, kumush, bugun nima bo'ldi? Baholaring qanaqa bo'ldi desa, 4 ta 5 oldim deganman. Молодец deganlar-da. Sekingina gapiryaptilar bolalar. Bir 40 tacha bola o'tiribdi sinfda. Keyin sekingina kelib, bitta 2 oldim desam, "Nima? 2 ham oladi bu odam" degan. Shunaqa baqirganlar o'zi ham. Hali ham esimda qolib ketgan. Shu bilganmanki 2 yomon baholigini. Shundan keyin 2 olmaslikka harakat qilganman. Shunaqangi baqirganlar, 4 ta 5 ham yuvilib ketgandek keyin oldi. Yo, 5 ham bor desam, 5 ni qo'yib tur, 2 ham oladimi qiz bola? Nimaga 2 olasan? Shunaqa nima deydi, esda qolarli darajada sharmanda qilganlar hammani ichida. Qarang, monitorda yana tasvirlar paydo bo'ldi. Uni diqqat bilan tomosha qilamiz. Keyin yana savollar bersak bo'ladi. Bahodir Yo'ldoshev siz ustozingiz bo'lganmi? Eshitishim bo'yicha u rosa qattiq qo'l ekan-a? Ha, juda ham rahmatli ustozimiz Bahodir aka qattiqqo'l bo'lganlar. Biz 2021-yil rahbarimiz tomonidan Didor teatr studiyasiga malaka oshirishga borganmiz-da. U yerda spektakl qo'yganmiz, Arshin Malolan degan. O'sha paytda Bahodir Yo'ldoshevdan biz tahsil olganmiz, o'rganganmiz bilmaganlarimizni. Bilasizmi, menda bitta armon bor. Hamma aktyor aktrisalar urib chiqqanlar meni urmaganlar-da. Nimaga meni urmayaptilar deb siqilardim har kuni kimnidir ursalar. Chunki Bahodir aka urdilarmi, demak u yaxshi bo'lsin deb urganlarda, yomon taraflamas. Men kutganman kaltaklarini. Lekin bitta kalta yemaganman, rosa siqilardim. Mana ham urib ketsinlar. Lekin nima deydi? Haqiqiy maktabni, o'ziga yarasha san'atni sirlarini shu ustozdan oldik. Hamma mashhurlar bilan o'qiganmisiz? Ha, rasmni ko'rib aytyapsiz-a? Yo'q, bu meni jamoam. Ya'ni bu mashhur aktyor aktrisalar bilan teatrda birgalikda ishlaymiz. Shunaqa. Ah. Sinfimdami? Maktabni aytyapsizmi? Yoki qaysi? Maktabdagi sinfni aytyapsiz-a? Sinfimizda adashmasam 45 ta edik. Maktabda turganimga 20 yil bo'lyapti, qayerdan bilaman, esimda qolib turmadi. Bitta sinfda biz ko'p bo'lganmiz, endi u davrlarda ko'p bo'lganda. Olishgan, keng bo'lgan sinflar ham. Hozir esa kam-kam. Nechtasizlar hozir? Bizlar 36 ta. 30 ta. 26 ta. Biz esa B guruhi bo'lganmiz, lekin juda ham faol bo'lgan, hamma tadbirlarda ham ishtirok etardik. Qomonlar degan narsalar bo'lardi, ishtirok etardik. Oliygohda esa 16 ta bo'lganmiz. Menga katta bo'lishga shoshilmagin deyishadi. Katta bo'lishni nimasi yomon? Bilasizmi, Sevinch? Men ham sizni paytingizda, shunaqa yoshingizda katta bo'lishga intilardim-da. Hozir katta bo'lganimdan keyin sizlarni yoshingizga qaytishni xohlayman. Uni hech kim bilmaydi-da, uni nimasini, yoshni qadrini. Bilmayman, nimagadir bolalikka, g'amsiz davrlarga hech qanaqa nimalar bo'lmasligi, nima deydi, zo'r davringlarda hozir hech nima o'ylamaysizlar. Holinglar to'q bo'lsa bo'ldi, o'qiysizlar bo'ldi, g'aminglar yo'q. Shuning uchun katta bo'lishga shoshilmang, bu bolalik qaytib kelmaydi. Ayol kishiga 70 ta hunar oz deyishadi, bu rostmi? 70 ta chiqib ketdikmi? Qayerdan olding bu 70 tani? Erkak kishiga 40 hunar oz deganini eshitgandim, lekin ayol kishiga 70 ta hunar. Albatta, lekin-chi bilasizlarmi? Masalan, bitta savol sizga. Bir ish qilib turganingizda diqqatingiz nimaga ketadi? Shu ishga. Masalan, tok tuzatyapsiz yoki mebel to'g'irlab, shu ishni o'ylaysiz, to'g'ri?
chunki erkaklar shunaqa yaratilgan, biz esa hamma ishni qila olamiz. To'kni ham tuzatamiz, eshitib ham turamiz gaplarni, qolgan ishni ham qilib ketamiz, bolaga ham qaraymiz, hamma ishni qo'limizdan keladi-da, ayollarni shunaqa yaratganda. Bitta ishni qilishdan oldin erkaklar, masalan, sizlar bitta ishga astoydil kirishasiz, tugatmaguncha qo'ymaysizlar. Biz esa bu yerda ham tugatib, u yerni ham tugatib, hammasiga ulguramiz aslida. Kumush opa, sizga mantiqiy savol bersam bo'ladimi? Beringchi. Nima ko'payadi, lekin kamaymaydi? Nima ko'payadi, lekin kamaymaydi? Kamaydi. Nima ko'payadi, lekin Aytsangiz, O'ylab rosa qarang. oson deysiz. A? Hozir aytsangiz, rosa oson deysiz. Nima u predmetmi, nima u jonsiz narsami, jonlimi? Nima desa bo'ladi? Ko'payib ketaveradi. Jismmasdi. Jism emas? Lekin ko'payib ketaveradi. Keyin kamaymaydi. Qimillab turadimi? Yo'q. Shuni o'rniga pul bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ko'payib ketaversa-da kamaymasada. Nima bo'lishi mumkin? Xo'sh. Bilmaysizmi? Yo'q, shahar berdim, lekin qiziq hozir o'ylab oling, mantiqiy savol. Nima ko'payadi, lekin kamaymaydi? Jonsiz, jonli narsa dedingiz-a? Yo'q. Jonsiz narsa. Jism emas. Jism emas. Nima bo'lishi mumkin ekan? Hozir Sevinch bilan ikkalanglar gaplashib o'tirdinglar o'sha haqida. Bundan oldinmi? Sevinch bilan gaplashdinglar-ku? Hozir. Yosh. To'g'ri. Yosh kamaymaydi. Masalan, 18 ga kirib 12 yosh bo'lib qolmaysiz-ku? To'g'ri, to'g'ri. Yosh. Mening futbolkam qizil edi. Uni ko'k suvga botirdim. Futbolka ko'k bo'ldimi, qizil bo'ldimi? Osongina, oson. U hozir men futbolkangizdan kelib chiqib gapiraymi yoki boshqa narsami? Tushunmay qoldim hozir. Mana qizil futbolkani suv shunaqa ko'kda, suv ko'k suvga soldi-da. Ko'k suvga soldi. Nima bo'ladi? Ko'k bo'ladimi, rangi? Rangimi? O'zini rangi bo'ladi qizil. Yo'q, o'zi qanaqa bo'ladi? Futbolka qanaqa bo'ladi? Ko'k qizil suvli futbolka bo'ladi. Topolmadingizmi? Yo'q, oddiy ho'l bo'ladi. Shu xil bo'ladi. Suv bo'ladi-ku. Suvga qo'yganda futbolka ho'l bo'ladi-ku. Sizlar rangi-rangini nechaliktasizlar odammi? Yo'q, aldovchilar. Navbatim. Men matematika bo'yicha savol beraman. Yo'q, qaytamiz. Bu fan. Yo'q, boshqa. Osongina. Men bera. Siz to'xtab turing, kuyov bolasiz o'dingizmi? Yo'q, matematikaga men chiqish olmayman. Mayli, bo'p, bering. Bitta xohlagan soningizni o'ylang. 0 emas. Xohlagan. Unga 8 ni qo'shing. Boshlandi, xudo. Hozir endi ketdi hozir. Kichkina son o'yladingizmi? Kichkina son o'ylasangiz, lekin osonroq bo'ladi. Xo'p. Unga 5 qo'shing boshidaman. 5 qo'shdim, 8 ni qo'shdim, xo'p. Undan keyin 2 ni qo'shing. Xo'p. Boshda o'ylagan soningizni ayirib tashlang. Xo'p. 15 chiqdimi? Yo'q. Siz oson son o'ylang. Oson. Siz fokus qilyapsiz. Oson. Qaysi sonni o'yladingiz? Oson o'ylang. 9 o'ylagandim. 9. 9 ga 5 qo'shdik. 14 bo'ldi. 14 ga 8. 14 ga 8 22. 22. 24. 24 dan 9 olib tashladik. 24 dan 15. 15. 15 mi? Voy, biz 2 ham qo'shdik-a. Xayolimda 22 dan hisoblab yotibman. To'g'ri. 15. Qoyil. Oson. Qoyil. Bu ani boshda o'ylab, oxirida ayirib tashlaymiz. Uzoq yo'q-da. Bu nima bu, matematikami yoki Matematika. mental arifmetikami, qanaqa bu? Mantiqiy-a? Boshida o'yladingiz son. Aha. O'shani oxirida ayirib tashladingiz. U yo'q-da son. Mana faqat meniki qoladi. Uchani aytsa, ana shu men aytgan sonlarimni aytsa, qo'shib shu son chiqadi sizda ham. mana Qanaqa son o'ylashdan qat'iy nazar. 5 ga agar 5 ga 8 ni qo'ysa 13 bo'ladi, to'g'rimi? 13 ga 2 ni qo'ysa 15 bo'ladi. Keyin o'zingiz o'ylagan sonni qo'ysa 24 bo'ladi. Siz o'ylagan sonni ayirib tashlasa 15 chiqadi. Alixo'ja xo'jali xullas. Yaxshi. Zo'r. Suhbatingizning shu joyida sizni to'xtatishga majburman, chunki monitorda yana bir ajoyib tasvir paydo bo'ldi. Voy, yoki paxta teruvchimi?
paxta qo'yuvchi o'tsam, 5 kilo paxta yegansiz. o'zi hayotim davomida bir marta paxta chiqqanman. U ham ishxonadan yuborilgan bo'lsa, ishoninglar, ertadan kechgacha 5 kilo paxta berganman-da. Bir kun chiqib qaytib chiqmaganman shu bilan. Chunki paxtaga biz bunaqa narsalarni ko'rmaganmiz, shaharda o'sganmiz biz ham. Bu spektakldan parcha bolalar. Tog'larda baland bo'l degan spektaklimiz bo'lardi. 2019-yil qo'yilgan. O'sha spektakldan parcha paxta nimasi ayollarni terimiga chiqargan o'sha paytda bilsanglar, o'sha davrni o'ynaverganmiz. Og'ir davrlarni. Turishim qarang, kulib turibman, o'zi bu yerda drama ketyapti. Shunaqa. Paxtalarni ko'p teribsiz. Yana bir qop. Og'ir bo'lmadimi? Voy, bu spektakl buning ichida paxtalar bo'lgan, to'g'ri, lekin unaqa og'ir nimalar yo'q. Lekin biz og'irdek ko'rsatib berardik spektakl davrida. 6 gram chiqadi. 6 gram chiqadi bitta. Ozginasi 6 gram. Sizlar ham terganmisizlar o'zi? Nima u desanglar kerak? Gulga o'sib ketadi-da, keyin oq. Gul terganda teramiz deysiz. Lekin paxta terish ham o'ziga yarasha anaqasi bor, mashaqqati, mehnati bor albatta. Uni ham bilish kerak. Uni qanday terilishini hali biz qaydan ham bilamiz. Men ham xuddi shunaqa bo'lganman, chiqib perchatkalarni kiyib olib, nima deydi, bir martalik ishlatiladigan perchatkani kiyib chiqqanman, yirtilib ketgan u. Voy, bo'lmasa ekan bu deb shunaqa chiqib, rosa kulishgan o'zi ham ustimdan. Bu charchab kelganman-da, esimda bor o'sha payt. Quyosh juda ham ko'p qizdirgan bo'lsa kerak ekan. Ha, quyosh qizdirgan, keyin paxta terishni bilmagan odam charchaydi-da. Youtube-dan kechgacha 5 kilo kulgili vaziyat. Terdim deb o'zimcha qo'ysam 5 kilo chiqmaganda. Bolaligingizda olgan eng yaxshi sovg'angiz nima? Masalan, biz uchun bilasizlarmi, bolaligim shunaqa o'tganki, unaqa sizlarga o'xshab to'qchilik davri bo'lmaganda, masalan, qanaqa demoqchiman? Sovg'alar, ketma-ket katta-katta sovg'alar bo'lmagan. Opamga olib berishardi, opamkini o'ynardik yoki jiyanlar bir-birimizdan o'tib kelgan yoki biz anaqa nima deydi? Bilsanglar, Makka jo'xori degan narsa bor, bilasizlar? O'shani qo'g'irchoq qilib o'ynardik, taxtalarga qo'g'irchoqlar yasab o'ynardik. Unaqa sovg'alar, nimalar bo'lmagan ekan bolaligimda. Eslashim bo'yicha unaqa narsa ko'rmadim. Sizni eng esda qoladigan kuningiz qaysi bo'lgan? O'qishga kirgan kunim. O'qishga yana budjetga kirgan kunim esda qoladigan kunim bo'lgan. Shunchalik xursand bo'lgansiz? Voy, shunaqa xursand bo'lganman, lekin sezganman, chunki o'zim niyat qilganman. Mendan ko'ra uyimdagilar ko'proq xursand bo'lishgan. Kumosh opa, men har xil YouTube'larda ko'raman, talabalar ko'p ramyon narsalar yeyishadi. Siz ham yeb turganmisiz? Yeyman. Vaholanki bu zararligini bilaman. Ba'zida tezda tayyor bo'ladigan yarim tayyor mahsulotlar zarar aslida, lekin biz zararni bilib turib yeymiz-da. Achchig'ini yaxshi ko'rasizmi yoki shirinni? Achchig'i bilan uncha chiqisha olmayman, chunki o'zimda zaharligini yetadi desam. Albatta, o'rtachasini yaxshi ko'raman, unaqa achchig'ini yeyman. Bolaligim haqidami? Bolaligim saddagina kumushcha bo'lgan, kim nima desa hozir ham shu ba'zida. Yana qanaqa bo'lishi mumkin? Bolaligim beg'ubor bo'lgan, yo'lda kimni ko'rsam salom beraverardim. Keyin yoshi katta onaxonlarga ko'p yordam berardim. Uylarigacha borib, yuklarini ko'tarib, mana shunaqa xususiyatlarim bo'lgan ekanda. Shunaqa insoniylik taraflama shu odatlarni juda ham yaxshi ko'rardim. Og'ir mana hozir ayollar, homilador ayollar ketyapti, og'ir ko'tarib ketadigan bo'lsa, tezda borib yordam berardim. Yana nima bo'lishi mumkin? Bolaligimda juda ham hamma narsaga qiziqqanman. Raqslarga borardim, qanaqa ma'noda qo'shimcha to'garaklarga borardim, lekin oyim baribir qo'ymasdilar. Astoydil xohlardim san'at sohasi bo'yicha ketishni, lekin bizda unchalik ko'p imkoniyatlar bo'lmaganda, o'zimiz maktabda qatnashib shu darajaga yetib kelganmiz. Hamma aytardi, baribir bu aktrisa bo'lib ketadi-yu deb maktab paytimdan ko'p aytishardi. Va shuni aytamanki, siz o'zingiz aniq bo'ladi kasbingiz. Bolaligingizdan aniq bo'ladi qaysi kasb tanlashingiz. O'shaning uchun sizlar ham hech qachon orzu qilishdan, maqsad qilishdan to'xtamanglar. Kumosh opa, yoshlagingizdagi eng kulgili bo'lgan voqeani bizga ham aytib bering. Axir qiziq-ku bu. Bilmayman, lekin ko'proq qo'nchirib qo'yardim. Masalan, qayerlargadir borsak, hech kim bilan bo'lmagan hodisalar men bilan bo'lardi aynan. Tapchikam suvlarda oqib ketarmidi, bir nimalar bo'lardi, kutilmagan vaziyatlar bo'lardi. Bolalar bilan, qizlar bilan cho'milayotganda kallamni yorarmidimi? Mana shunaqa ajoyib vaziyatlar bo'lardi. Anchadan beri o'ylamay qo'yibman, bolaligim voz kelmayapti-da. Odam ham hayajonda turibdi, eslash.
Bizning jajji do'stlarimiz monitorga diqqatingizni qaratmoqchiman. Undagi rasmda kimlar tasvirlangan ekan-a? Vau, qizingiz chiroyli ekan. Sizni qizingizga sizni orzularingiz o'shalmaganda bolangizga berganmisiz shuni? Ushalmagan orzularni bermoqchimisiz demoqchisiz-a, menimcha. Mana masalan, sizlar nima orzu qilasizlar? Men suadesa bo'lishni Ota-onangiz rozimi, yo'qmi? rozilar. Rozilar. Menda ham xuddi shunday. Farzandim tanlagan kasbni imkon qadar xohlayman, lekin menda hozir o'zim ham qaniydi hozir shunaqa bo'lsa degan nima ham turibdi orzu havasim, lekin bola tanlaganini ruxsat berish kerak-da. Chunki unga yana ham ishonch bilan kirib keladi u kasbga, yana ham izlanadi-da. O'shaning uchun o'zi tanlagani. Qanaqa orzular niyat qilgan bo'lsa, albatta beramiz. Va hozirgi kunda kelajagi uchun tinmayapmiz. Bilim, ilm olish uchun masalan, kichkinagina 3,5 yosh bo'lsa ham xususiy bog'chalarga berganmiz. U yer maxsus ingliz tili, rus tili tillarda o'rganyapti va bilimga sarflangan xarajatga hech qachon aslanmaymiz va qancha bo'lsa biz ota-onalar tayyormiz. Maryam. Maryam, oy, zo'rsin. Ha, shunaqa chiroylisini tanlaganmiz. Siz qo'yganmisiz? O'zim. O'zim qo'yganman, chunki bilmayman, o'zidan o'zi shunaqa ism xayolimga kelgan va qo'yganman. Hozir qizingiz necha yoshda? 4 ga kiradi. Farzandingizga ertaga berasizmi? Aytib beraman, lekin u juda ham sabrsiz, eshitmaydi, davom ettirib ketadi o'zi qolgan. Hay, rosa shu. Siz noodatiy joyda o'zingizni rolingizni mashq qilganmisiz? Noodatiy qanaqa joy masalan? Liftda, Odamlarning orasida, liftda, oshxonadami? Albatta, shu bilan-ku. Ilhom xohlagan joyda kelib qoladi. Xohlagan paytda rolingizni ustida ishlaysiz. Asosan menda bolaligimda Ilhom, hozir aytsam kulasizlar, vannada kelgan ekanda. Vannaga kirib olib, tishlarimni yuvib, she'rlar, qo'shiqlar aytgan ekanman. Hamma kulgan ekan ustimdan, bu aniq artist bo'ladi deb. Tasavvur qiling, vannada ovozlar kelyapti, har xil ovozda she'rlar, qo'shiqlar. Menga nimaga vannada qo'shiq aytish yoqardi? Eho chiqardi-da ovozi. O'z ovozi qaytadi-yu. O'sha ovozga mashg'ul bo'lib, shu kichkina paytimdan ko'proq shunaqa joylarda ashulalar she'rlar aytgan ekanman. Vannada aytgan biron bir qo'shig'ingizdan bizga ham aytib bering. Qo'ysanglar-chi. Bolalikdagi endi qo'shiqlar bo'lganda, o'sha biz muxlis bo'lganmiz har bitta san'atkorga. Qo'shiqlarni xirgoya qilib yurardik. Qo'shiq aytib beraymi? Qo'shiqchi emasman-ku. Birga aytaylik. Kelinglar birga aytamiz. Noyobganda aytamiz, bo'ladimi? Ketdik. Non yopganda, mening oyim, issiq kulcha yopar doyim. Kulcha juda mazali, sedanali, jizzali. Kulcha juda mazali, sedanali, jizzali. Yegan sari yegim kelar, rahmat oyi degim kelar. Yegan sari yegim kelar, rahmat oyi degim kelar. Barakalla bolajonlar. Ovozingiz juda ham chiroyli ekan. Rahmat. Qo'shiq aytishni o'zini ustasi qilgani ma'qul. Chunki men konservatoriyada o'qimaganman. San'at oliygohida aktyorskiy bo'yicha bitirganman. Shunaqa. Ko'rsatuvimiz vaqti chegaralangani bois xayrlashishga majburmiz. Tilaklaringizni aytishingiz mumkin. Bugungi suhbatlarimiz juda ham zo'r bo'ldi. Agar yana chaqirsak kelasizmi? Albatta, maza qilib gaplashdim bolajonlar sizlar bilan. Rahmat. Mashhur vayinlaringizni kutib qolamiz. Rahmat sizlar uchun xizmatda bo'lamiz doim. Albatta, yana chaqirsak farzandingiz bilan birga keling. Ko'rsatuv qolib ketadi, u bilan kelsam. Juda ham sho'x. Maryamda yugurib yuraman, lekin mayli, harakat qilaman. Sizlar bilan boshqacha bo'lsa kerak, lekin ko'rsatuvdorim. Xo'p, sizlarga ham shu tilayim tilab qolaman. Yaxshi o'tkazinglar har bitta ko'rsatuvni. Nima deydi, bolajonlar maza qilib yaxshi ko'rsin shu ko'rsatuvni. O'tkazib yormasdan kutishsin. Vayinlaringiz juda ham ko'p bo'lsin. Rahmat. Yaxshi rollar
so'rayapsiz menimcha, albatta. Har doim kulib va xushchaqchaq bo'lib yuring. Ijodingizga omad tilaymiz. Rahmat Asalim. Men ham sizlarga omad tilayman. Ijodinglar gullab yashnab ketsin. Bolajonlar, insonning eng aziz do'sti bu kitob bo'lishi kerak, bilasizlar. Kitobni o'zingizga do'st qilsangiz hech qachon xayrlashmaysiz. Shunaqa ekan, albatta hozirgi kunda telefon ham o'ynash urfda, lekin ma'lum bir vaqt o'ynagandan keyin kitobni o'qish esingizdan chiqmasin. Doim kitob o'qinglar, o'zingizlar ustida ishlanglar. Masalan, nimadir qilmoqchimisiz, birinchi o'rinda dangasalik ustun keldimi, uni yengib, o'sha ishni oxirigacha olib bormaguncha qo'ymanglar. Tushundinglar-a? Yaqinlarga, oila a'zolariga, hammaga yordam bering. Sizlarga yaxshi tilaklar tilab qolaman. Foydali narsalar iste'mol qilinglar. Sport bilan shug'ullaninglar. Kursiga chaqirganinglar uchun rahmat. Xayrlashgim kelmayapti. Sizlar bilan shunaqangi zo'r suhbat bo'ldi. Bolalikka qaytdim. Sog'inmagan davrlarni sog'inib, odam gapirganda ko'zini oldidan o'tadi-da. Yana bir marta hayotimni oldimga olib kelganingiz uchun, eslatganingiz, xotiralarni, sevimli xotiralarni qaytarganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar.